Assalomu alaykum. Men Qobilbek Ismatov, yurak qon tomir jarrohi Ezgu Niyat klinikasida ishlayman. Bugun biz sizlar bilan yurak tug'ma nuqsonlari, vrojdenniy porok serдца haqida gaplashamiz. Bu o'zi nima? Yurak tug'ma nuqsonlari bu bola tug'ilganda normal yurakdan ko'ra ularda ba'zi bir o'zgarishlar uchraydi. Ba'zi bir devorlarda nuqsonlar, ba'zi tomirlar kerakmas joydan chiqqan yoki bo'lmasam noto'g'ri joylardan chiqqan bo'ladi. Yoki bo'lmasam yopilishi kerak bo'lgan bir nechta defektlar bor. Bola tug'ilishi bilan birinchi yig'laganda yopilishi kerak bo'lgan nuqsonlar bor. Ular yopilmay qoladi. Shular yurak tug'ma nuqsonlari deb ataladi. Bugun biz sizlar bilan ularning orasida eng ko'p uchrab turgan holatlar haqida gaplashamiz. Bular yurak qorinchalar devori nuqsoni va yurak bo'lmachalar devori nuqsoni. Meditsina tilida aytilganda defekt межпредсердной перегородка DMPP yoki defekt межжелудочка перегородка DMJP. Xo'p, bular qanday holatlarda kelib chiqadi, qanday oldini olish kerak, qanday qilib davolash kerak haqida aytib o'tamiz. Qanday kelib chiqadi? Bu defektlar ona qornida bola rivojlanayotgandayoq hosil bo'la boshlaydi. Nega? Chunki onalarda qon yetishmovchiligi, vitamin yetishmovchiligi, stresslar, shamollashlar, har xil kasalliklar yoki bo'lmasam og'ir jismoniy mehnatlar bilan ko'p shug'ullanganligi sababli bola rivojlanayotganda homila davrida yurak aynan rivojlanayotgan bosqichida yetishmovchilik paydo bo'ladi va shu defektlar kelib chiqa boshlaydi. Xo'p, DMPP ya'niki bo'lmachalar aro to'siq nuqsoni. Bu ona qornida, homilada normal holatda bo'ladi. Открытие овальное окно deb ataladi bu nuqson. Bu bola tug'ilishi bilan meditsinada juda ko'p uchraydigan holatlardan biri. Insonlar orasida ko'p eshitamiz. Bolani urib kerak bo'lsa yig'latishadi. Nega? Chunki bola baqirib yig'lagan vaqtida o'pkasi to'liq nafas olishga o'tadi, o'pka to'liq ochiladi va shu открытие овальное окно yopiladi. Ya'niki bola o'zi kislorod bilan ta'minlashga o'tadi. Ya'niki bolani kerak bo'lsa urib yig'latadigan doktorlarimizni so'klaylar. Bu kerakli narsa. Xo'p. Ikkinchi holat DMJP, qorinchalar aro to'siq nuqsoni. Bu normal holatda chaqaloqlarda, katta yoshdagi insonlarda uchramaydi. Bu faqatgina ona homilasi davrida, qorinda yurak rivojlanayotgan paytda, aynan shu qorinchalar devori yopilishi kerak bo'lgan davrda yetishmovchilik sababli devor yaxshi yopilmay qolgan bo'ladi. Ya'ni qayerdadir nuqson qolib ketadi. Bularni qanday aniqlash mumkin? Hozirgi kunda O'zbekistonda Jahon sog'liqni saqlash standarti bo'yicha har bir yangi tug'ilgan chaqaloq exokardiografiya, ya'niki yurak ultratovush tekshiruvidan o'tkazilishi shart. Bu bekorga emas. Mana shunday nuqsonlarni oldini olish, bolani keyinchalik rivojlanishida muammolar kelib chiqishini oldini olish uchun bu tekshiruvlar o'tkaziladi. Agar bolada shunday defektlar aniqlansa, ularning darajasi o'lchab chiqiladi, katta kichikligi, hayot uchun xavfliligi o'lchab chiqiladi va agar kerak bo'lsa, jarrohlik amaliyotiga ham murojaat qilish mumkin. Agar yo'q, nuqson kichik bo'lsa, deylik 0,5 mm, 2-3 mm gacha bo'ladigan bo'lsa va hayot uchun unchalik xavf darajada bo'lmasa, unda bu nuqsonlarga tegish shart emas. Ularni shunchaki kuzatish jarayoniga o'tkaziladi. Ya'niki 6 oyda bir marta, 1 yilda bir marta ultratovush tekshiruvidan o'tkazib turiladi va oldingi ultratovush tekshiruvlari, UZI tekshiruvlari bilan solishtirib ko'riladi. Qani defekt qanchalik o'zgarmoqda? Kattalashmoqdami, o'zgarmayaptimi yoki kichrayib bormoqdami? Shu narsalar kuzatib boriladi. Bizning klinikamizda, Ezgu Niyat klinikasida bunday yurak tug'ma nuqsonlari bilan ko'plab bemorlar murojaat qilib kelishadi. Yaqinda bo'lgan holat 4 yoshli qizchada yurak tug'ma nuqsoni, bo'lmachalar aro devor nuqsoni uchradi. Qanday bilib qolishdi? Bola 3 oy oldin juda qattiq shamollagan. 3 oy oldin, ya'niki 3,5 yoshida bola shamollaganida onasi kasallik sababini topa olmay, oxiri kardiologga murojaat qilgan.
unga kardiologga murojaat qilish tavsiya berilgan va u ultratovush tekshiruvi natijasida yurakda bo'lmachalararo to'siq nuqsonini aniqlagan. Bu nuqson o'sha katta darajaga kelgan, ya'niki to'siq katta razmeri. Uni darhol yopish kerak. Nega? Chunki bolada asoratlar keltirib chiqish xavfi oshib bormoqda. Organizmda kislorod yetishmovchiligi sababli rivojlanishdan orqada qolishni boshlaydi bola. Shuning uchun kardiolog onaga maslahat bergan. Bolangizni darhol jarroh bilan maslahatlashgan holatda amaliyotga olib borishingiz shart degan. Bu bolani kuni kecha biz jarrohlik amaliyotini o'tkazdik va yurak tug'ma nuqsoni ochiq jarrohlik amaliyoti bilan bartaraf etildi. Bolamiz uyiga ketdi 4 kundan keyin, ahvoli yaxshi. Hozirgi kunda oddiy, sog'lom bolalardan farqi yo'q. Ya'niki bu tug'ma nuqsonlarni davolash oldingidek qiyin emas. Hozirgi kunda meditsina rivojlangan va ularni osongina davolash mumkin. Bundan tashqari 1 yil oldin bizga 25 yoshli ayol murojaat qildi. Xuddi shunday yurak tug'ma nuqsoni bilan. U qanday bildi? Hop, ayol eriga tekkandan keyin homilasi 3 oydan keyin tushib qolgan va ular doktor murojaat qilib yurishgan. Oxiri ularga kardiologga murojaat qilish tavsiya qilingan. Va kardiolog ultratovush tekshiruvi natijasida yurakda juda katta nuqson aniqladi va unga aytildi, onaga tavsiya berildi. To yuragingizdagi nuqsonni bartaraf etmas ekansiz, homilador bo'lishingiz qiyinlashib boradi. Nega? Chunki yurak o'zi bir organizm uchun qiynalib ishlamoqda defekt sababli. Ya'niki yurak butun organizmni qon bilan ta'minlashda, kislorod bilan ta'minlashda, ozuqa bilan ta'minlashda birgina ona organizmi uchun qiynalib ishlamoqda. Va unga qo'shimcha homila, ya'niki ikkita organizm bo'lganda, yurak o'z-o'zidan juda ham qiynalib ishlayotganda tug'ma reflekslarimiz bor. Organizm nimadandir voz kechishga majbur va u homiladan voz kechishni boshlaydi. Nega? Chunki asosiy organizmni saqlab qolish uchun yurakni juda ham kuchli nagruzkadan ehtiyot qilish kerak. Shuning uchun kardiolog ayolga vaqtni o'tkazmasdan darhol jarrohlik amaliyotiga murojaat qilishni tavsiya bergan. O'xini ham biz jarrohlik amaliyotidan o'tkazdik. Yurak tug'ma nuqsoni bartaraf etildi. Hozirgi kunda ona homiladorlik arafasida. Yaqinda gaplashdik, ona homilador. Bu yurak tug'ma nuqsonlari qanday aniqlanadi? Bola tug'ruqxonada tug'ilishi bilan ekokardiografiya tekshiruvida yurak tug'ma defekti uchrasa, eslab qoling, darhol jarrohlik amaliyoti qilinmaydi. Avval ularning darajasi aniqlanadi. Kichik darajada bo'lsa, mayda teshik bo'lsa yoki hayot uchun xavfli darajada bo'lmasa, unda ularni kuzatish bosqichiga o'tkaziladi. Kuzatish bosqichida nima o'zi? Bunda o'sha farzand, bola har 6 oyda yoki 1 yilda bir marta ultratovush tekshiruvidan o'tib turishi kerak. Bu bizga defektning qaysi darajaga o'tayotganligini aniqlab beradi. Oldingi ultratovushlar bilan tekshirilib ko'riladi, solishtiriladi va defekt kattalashyaptimi, o'zgarmasdan turibdimi yoki kichiklashib bormoqdami, shu aniqlanadi. Agar defekt kattalashib borsa va bolada klinik simptomlar aniqlansa, nafas yetishmovchiligi, qattiq yig'laganda lablar atrofida ko'karish, yuzlarda ko'karish holatlari aniqlanib turilsa yoki bola o'zini tengdoshlariga nisbatan rivojlanishda orqada qolayotganligi aniqlansa yoki bola eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri, unutmanglar, bola juda tez shamollab tursa, demakki bu tug'ma nuqson hayot uchun, hayotning rivojlanishi uchun xatarli. Ya'niki bola rivojlanishda orqada qola boshlaydi. Asta-sekin bu nuqson organizmni to'liq egallab qo'yishi mumkin. Agar sizda, sizning yaqinlaringizda, farzandingizda shunaqangi yurak tug'ma nuqsonlari mavjud bo'lsa, marhamat, bizning Ezgu Niyat klinikamizga murojaat qiling. Bizda barcha tekshiruvlar mavjud, barcha mutaxassislar mavjud, kardiolog, kardiojarroh, ultratovush tekshiruvining yaxshi mutaxassislari bor. Biz avvalo tekshiramiz. Hayot uchun xavflilik darajasi yuqori bo'lsa, unda sizga jarrohlik amaliyoti haqida to'liq ma'lumotlar beramiz.
Agar hayot uchun xavfli bo'lmasa, unda sizga davolash rejasini tuzib beramiz. Marhamat, murojaat qiling. Sizga yordam berishdan faqatgina mamnunmiz.